boshqani emas joy yuragingda. Boyqadek pushonkalarning joyi oshxonada emas, sening oshqozoningda. Voy, vodiy shunaqa ham yoqdi menga. Voy, menga qarayam, ana Ozod akamgilarning qo'shilari bor-ku, kiydiradi ancha-anchasiga degan. Shunga o'xshab meni kiydirib ketmaysizlarmi? Pul oldim, olmadim, qaranglar, lekin men xona blogerlardan emasman, bilasizlar. Yolinib iltimos deganinglar uchun mayli deb pulni kiya olaman. Menga qarang, o'zani kelin ko'ylakda uylarni obzor qilishim shartmidi? Вообще siz gapirmas ekansiz, Voy, alaykum assalom, qanday siz? O'ylar вообще dahshat ekan. O'zi nima reklama qilishim kerak edi? Voy. Andijonga xush kelibsiz seni. Rahmat. Hech narsani reklama qilish kerak emas. Bu ishlarni men uyushtirgan edim. O'zi 2 oylik umrim qoldimi yo'qmi? Shu qolgan umrim davomida men bilan birga yashab, nima desam xo'p deb holimdan xabar olib, meni baba, xotinim bo'lishga rozi bo'lsangiz, ana shu joy, mashina, zavod, fabrikalar hammasi sizga qoldirmoqchi. Voy, roziman, babaq, xotiningiz bo'lishga. Zaps byuroni chaqiringlar. 2 oy ham o'tib ketadi. Qalaysan, kattasan? Andijondaman. Orqamdan maxluqotni ko'ryapsam, rosa boy odam ekan. Shunga erga tegib olganman. 2 oydan keyin o'laman degan. 15 kuncha qoldi. O'ladigan bo'lsa nima qilasan? Yashab. Jinnimisan? Boyligi menga qoladi. Qarasangiz zo'r fokus ko'rsataman. Mana. Ana. Birman. Boring. Men xizmatchilar bilan gaplashmayman, uzr. Vaqtim ham yaqinlashib qoldi shekilli. Unaqada men. Voy, hali vaqtli shekilli nima bo'pti? Singlim turing, slankan bosib qo'ydi. Yo'q, voy. Rahmat. Voy, ketib qolaman shekilli. Rahmat katta. Ovqat qatdan ketyapti? Eng asosiysi joyiga boryapti. Yaxshiyam Anjanga poyqadam kelibdi. Anjanga poyqadam kelib, hayotimga siz kirib keldingiz. Turmush qurganimizga 2 oy bo'pti-de. Bugun rostdan ketib qolasiz-ku. Siz bu keyin hovlida nima qilaman? So'nggi kunimiz ekan, bir xursandchilik qiling-lu. Koroleva udama, janna, o ismlari ham aytgan. Onasini yemsin, 2 oy ichida o'laman deb umrimni yeb tashladi bu. Xurqiz bo'lib o'tib ketdim. Menga qara. Birinchi kelgan 20 yil oldin nima demoqchi edingsan? Bu kasal emas, soppa-so, seni aldab yuribdi demoqchi edim. Voy, bila. Ketib qolaman shekilli. Ketsangiz ketavering, Pashol.